Lokatsiyani chempionni kelganmiz. Mana chap tomonimizda Raddom chipka tomon bo'lyapti. Bu tomonimizda bo'lsa Kalve svetofor bo'lyapti. Shayxon mahalla Zavqobod turib parasi turgan ushbu yangi domimizdan to'rxonali uyimiz sotuvga chiqyapti. Videoni oxirigacha ko'rsaling, hamma ma'lumotlarni ketma-ketlikda aytib o'taman. Xonadonlarimizni o'rtasini ochgan holatda ikkitasini bitta qilib to'rtta xonali qilib foydalanishyapti. Birinchisi mana kirganimizda o'ng tomonimizda detskiy xonamiz bo'lyapti. Ko'rishlari mumkin. Remontlari ham chiroyli holatda, to'rt burchak holatda bo'lyapti. Xo'p, bu xonamiz yonida bo'lsa, sanuzelimiz joylashyapti. Remontlari chiroyli holatda. Sanuzelimiz yonida oshxonamiz joylashyapti. Juda ham chiroyli holatda. Oshxonamiz yonida bo'lsa, kattakon bo'lgan zalimiz bo'lyapti. Mana shu ko'rib turgan balkamizdan o'rtadan ochgan holatda ikkita uyimizni bitta qilib foydalanishyapti. Ko'rishlaringiz mumkin, juda ham keng, to'rt burchak holatda bo'lgan. Keyinchalik o'rtasini yopgan holatda ham alohida uy qilib foydalansalar ham bo'laveradi. Hop, zalimiz yonida mana bitta kattakon bo'lgan spalnigimiz bo'lyapti. Va uning yonida sanuzelimiz joylashyapti. Ko'rishlaringiz mumkin. O'zining alohida kat yo'llari bor. Sanuzelimiz yonida bo'lsa, alohida bo'lgan yana bitta xonamiz bo'lyapti. Kattakon bo'lgan to'rt burchak holatda, remontlari ham juda ham chiroyli ekan, Yevro remont. Ko'rishlaringiz mumkin. O'ta ham ahamiyat bergan holatda dizaynlarni zo'rlab qilishgan ekan. Eshiklarni ham qaranglar, MDFda yaxshi va baquvvatlardan foydalanishibdi. Hop, bu uyimiz 100% topli polga va radiator atapliniyaga ishlaydi. Hamma uyimizda bir xil harorat bo'ladi-da, issiq sovuq bo'lib shamollab qolishlik bo'lmaydi. Xonadonimizni ko'rib turibsizlar, hovlidan kam joyi yo'q. 4 ta xonadan iborat bo'lyapti. Ikkita xonali uyda aytib o'tganimdek, o'rtasini ochgan holatda to'rt xona qilib foydalanishyapti. Bemalol ikkita aka olib turib, maza qilib foydalansalar bo'laveradi. Narxi ham juda chiroyli narxga chiqyapti. 70 ming deyishyapti. Ikkita xonali uyda ham alohida olaman. Siz hozir o'rtacha 60 ming, 65 ming bo'ladi. Bu uyimizni ko'rib turibsizlar. Yevro remont 100% topli pol bo'lyapti. Radiator adapliniya bor. Qo'shimchasiga ayrim jihozlari qoladi deyishyapti. Narxiga juda ham chiroyli narxga chiqyapti. Uyimiz egalarining telefon raqamlarini yozib qoldiraman. Bemalol kelib ko'rib yoqsa baraka qilishlari mumkin.